Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar va yurtimiz ishqibozlari, biznes boshlayman degan aka-ukalarimizga Xudo xolasa gazoblok, stanok bizneslarimiz tanishtirib o'tamiz. Xudo xolasa. Xo'p. Bundan 2 kun, 3 kun oldin qo'ygan videoyimiz, ya'niki avtomat reskani reklama qilgandik. Yangi Altay Stroymashti bilan Xudo xolasa birgalikda bir xil qilib ishlangan avtomat reskalar reklama qilgandik. Ikki tomonga tortadigan. Xo'p. O'shanaqa reskalarimiz Xudo xolasa Namangan, yo'q, Samarqand shahar Ishtixon tumaniga olib ketgandik. Xudo xolasa oboramiz deganmiz. Asha reskamiz va yana akamiz 5 ta dona relsga moslangan qolipimizni zakaz qilgan. O'shani Xudo xolasa mana 3 tonnalik bochkasi. Akamiz o'zi 1 tonnalik bochkasi bo'lgan. Oldin rushnoy asha qo'lda kesiladigan komplektni olib, yer qolipdan olib, 15 dona yer qolip bilan qilib olgan edi. Endi uni qoliplarni ham perdirka qilib kelganmiz. Borib, relslarni o'rnatib, Xudo xolasa endi o'sha perdirka qilib rels o'rnatilgan qoliplarimizga mana bunaqangi avtomatli reska bilan yana 5 ta dona relsga moslangan qolip va 3 tonnalik bochkalarni Xudo xolasa yuklab olib ketyapmiz. Mana shu 50 va 849 AB mashinasida Xudo xolasa xizmatdamiz. Kimki ustanovka qilmoqchi bo'lsa yoki zakaz bermoqchi bo'lsa, hop, bemalol murojaat qilaversa, Xudo xolasa qo'limizdan kelgancha chiroyli qilib, yaxshi qilib olib borib ustanovka qilib berish harakatini qilamiz. Inshaalloh ertaga bugungi sanamiz, hop, bugungi sanamiz 11-yanvar, ya'ni 2026-yil 11-yanvar sanasi ketyapti. Hozir soatlarimiz 9 dan 3 minut o'tdi. Kechqurungi 21:03 bo'ldi. Inshaalloh ertaga Xudo xolasa Samarqandga kirib boramiz Ishtixonga. Hop, o'rnatilayotgan, ustanovka qilinayotgan jarayonlardan ham videolarni lavha qilib sizlarga ulashish deb harakat qilamiz. Xudo xolasa ishlayotgan joylardan ham videolar qilib beramiz nasib bo'lsa. Doimo bizni podpiska bo'lib, like bosib, kuzatib boring. Xudo xolasa yangi chiqayotgan, yangilik bo'layotgan narsalardan bahramand bo'lasiz. Qaysi biri sizga ma'qul keladigan bo'lsa, olib borib ustanovka qilib beramiz nasib bo'lsa. Yaxshilikda ko'rishaylik, ko'rganda ko'rishguncha. Xudo xolasa ertaga Samarqand shahrida bo'lamiz, Ishtixon tumanida.